savoli jinnisi. Bu savolimiz tuningchilarga. Bu esa hali bironta YouTube'larga ham, Instagramga ham hali ko'rmadim bu savolni. Birinchi bo'lib Instagramga men chiqarib turibman. Xullas ana shu Damas Tomaga panorama lyuk kim qo'yib biladi? Agar kim shu panorama lyuk qo'yib bilsa, Toshkentliklarmi endi Vodiymi, Samarqand, Buxoromi farqi yo'q. Shu mashinaning oldiga o'zimiz borib, rasmlarga tushib, video qilib kelamiz. Qo'ldan kelgancha qani ketdik. Like, podpiska bo'lib qo'yaveringlar. Qani shuni kim birinchi chiqaradi? Panorama lyuk qo'yib. O'zbekistonda birdan Damas bo'latir bu. Shunda hozir lyuk qo'yamizmi Damas'a? Давай. Shu Damas'a qo'yilatirgan. Bu lyuk panorama deb aytiladi. Polni krishani egallaydi. K5, K8larda chiqadi. Polni krishani egallab chiqib, yana ustuna o'tib turadi. Oldindan yana chiqadigan oynasi polni panorama bo'ladi Damas. Malades Xorazm qo'yilligin. Birinchi marta ana gap yo'ligi. Gap. Agar shu Damas'ga panorama lyuk qo'yib Xorazm birinchi chiqarsa, Xorazmga o'zimiz borib, like, podpiska bo'lib qo'ying. Udar hech kimga eshitmagan savollar chiqarib bundan bu yo'q Instagramga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.